Boshqa chirog'idan tormas kengroq turadigan variantidan yasab bera olasizmi mavluda? Bitta sizda ko'rdim shunaqa narsalarni. Mana shunaqa qilib bering deb bitta rasmni tashladi bitta klient. Da qila olaman, razmerlaringizni ayta olasizmi desam, hozir L kiyyapman deb menga razmerlarini tashlab yubordilar. Men o'zimga razmerdan kattaroq qilib yasadim. Juda ham chiroyli chiqdi qizlar. Bitta bundan, bitta belbog'imdan zakaz qildilar. Juda ham chiroyli chiqdi. Inshaalloh buni har xillaridan chiqazaman. Hozir yubkali variantlarni ham chiqazdim. Hamma yasaganlarimni onlayn darsligimga, ya'ni prof kursimga darslik qilyapman. Hali juda ham ko'p yengli narsalar chiqazaman. Shapochkalar, ro'mollarni har xillarini chiqazaman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu yubka faqat belda boylanadigan bor. Qolgan joyi shunday osilib turadi. Inshaalloh bularni qaysi blogerga yasaganimni ko'rasizlar. Taxmin qilib ko'ringchi, bu qaysi birlariga. Kommentariyada kutib qolaman. Video o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Menga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa noodatiy narsalarga qiziqadigan do'koningizga jo'natib qo'ying.